ichingga yutaverma mujik. Yutma. Ko'rdim. Bu hayotni ishlarini, bu hayotni dardlarini, yuklarini yutma. Yo insult qiladi, yo infarkt qiladi, yo sahr qiladi. Yoki siz aytganda impotent qiladi. Mana o'sha vaqtda hech kimga kerak emas bo'lib qolasan. Eng qizig'i o'zingga ham kerak emassan. Muddatdan oldin yashaging kelmay qoladi. Tabiatingga mos ish qil, yutma. Birovga dardingni to'kib solma. Yuzingga soladi. Baqir, chaqir, chiqas, sus, futbol o'yna, boks qil. Bemalol tosh ko'tar. Chiqas, faqat ichingga yutma. Sen hali keraksan o'zingga. Boshiga borib turishi kerak bo'lgan insonlaring bor, boshiga. Uni o'zi biladi mas'uliyatlarni. Ana o'sha mas'uliyatlar uchun ko'pchilik erkaklar ichiga yutmasligini tilardim. Juda ko'p yigitlar ichiga yutyapti. Dajmash hamma o'tirganimizda ichimizga yutib olganmiz. Men ham o'ylardim, okey, xudo xolisa 100 ming topsam hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Keyin 200 ming topsam zo'r bo'lib ketsa kerak. O'ylab qarasam 500 da ham zo'r bo'lmas ekan, demak milliondan undan ham battar bo'ladi.